Assalomu alaykum. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ummatlari. Ummatiman, payg'ambar Muhammad alayhissalomning ummatiman degan bandalar eshitdinglar. Ana shu oxirgi uyimiz bo'ladi. Knyaz uyida yashasangiz ham shu qora tuproqqa murojaat qilasiz bir kun. Kapada yashasangiz ham shu yerga murojaat qilasiz bir kun. Meni bitta gapim bilganim. Birovni haqqini yeb qo'yishdan qo'rqing. Kim bo'lsa bo'lsin, birovni haqqini yeb qo'yishdan qo'rqsin. Qolgani hech narsa emas. Birovni haqqini yeb yashayotgan bo'lsangiz, iloji boricha o'lmang, baxt chataq bo'ladi sizga. Iloji boricha o'lmang, bag'is chataq bo'ladi. Birovlarga berib, birovlarga yaxshilik qilib yurgan bo'lsangiz, hozir o'lsangiz ham alam qilmaydi. Nimaga? Bag'i zo'r bo'ladi, qo'rqmang. Birovni haqqini yeyishdan qo'rqing. Kimni haqqini yeyish? Yetim, yesir, beva, bechora, nogironlarning haqqini yeyishda. Oxiratingizni o'ylasangiz, Allohdan qo'rqsangiz, birovni haqqidan ham qo'rqasiz. Allohdan qo'rqmagan odam birovni haqqidan qo'rqmaydi. Bir kun kelib qolganini bilmay qoladi. Umr juda tez o'tyapti.